do'mbiram ovoziday bom bom deb uradi yuragim. Bom bom bu ko'ngil so'zlarini bom bom eshitmadi malagim. Deb uradi yuragim. Bom bom bu ko'ngil so'zlarini bom bom eshitmadi malagim. Yo'q seni ko'rsam yayrayman, yo'q bedanaday sayrayman. Boshiga yana bir bor sizlar bilan ko'rishib turganda bag'oyatda xursandman. Tinchlik, omonlik, uylaringizga sihat salomatlik tilayman. Sizlar bilan bugun birgalikda karam sho'rva qilamiz, ya'ni borsh, rossiyskiy. Hamma o'zini bilganicha. Marhamat, birgalikda boshlaymiz. Avvalambor, borsh qilish uchun nima kerak bizga? Go'sht, karam, sabzi, shalg'om, kartoshka solamiz, qizil lovlovi, zelin, sirgir, chesnochning pripravalardan murch, zira, kashnish, tuz hamda tamar. Har doimgidek. Marhamat, birgalikda sizlar bilan syomkaga olamiz. Birgalikda ovqat tayyorlaymiz. Piyoz 2 dona. Birinchi qiladigan ishimiz lovlovni qozonga qo'yib qaynata olamiz. 25 minutdan keyin lovlovni olib chiqamiz. Qizil lovlovi. Va nihoyat boshlaymiz ovqat qilishimizni. Avvalambor piyoz archishdan boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Endi karamimizni to'g'raymiz. Bizlar yarimta karamni olamiz. Yarim yetadi. Yarimta karamimiz yetib o'tadi. Shu karam bo'ladi. Seni deb majnun bo'ldim, o'zingni sog'inib kun ko'rdim. Yuzingni yor to'sma ko'zimdan, o'rgin o'yin asl o'zingdan. Yuzingni yor to'sma ko'zimdan, o'rgin o'yin asl o'zingdan. Kel 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 go'zalim o, kel 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 asalim o, kel 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 go'zalim o, kel 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 asalim o. Endi navbatimiz lovlovni tozalab olamiz. Va nihoyat boshlaymiz. Gazetagini yo'qolamiz. Yong'inni qizini piyoz solamiz. Bom bom do'mbiram ovoziday bom bom deb uradi yuragim. Bom bom bu ko'ngil so'zlari mana go'shtimiz ham yaxshi qovurilishdi. Endi navbatda shalg'om solib olamiz.
yaxshilab qovurib olib, yaxshilab qovuramiz. Shalg'omimiz ham qovurilib chiqdi. Endi navbatda sabzini solamiz. Buni ham yaxshilab qovurib olamiz. 5 daqiqa. Mana sosini ham yaxshilab qovurib oldik. Marhamat. Endiki navbat karamga. Karamni solamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Buni ham yaxshilab qovurib olamiz. Böyle ham yaxshilab qovurib olamiz. Karam qovurilibdi. Çok yaxshi qovurilguncha biza kartoshkani archamiz. Yaxshi qovuriladi. Mana qovurib oldik. Mana endi sarimsoq, jo'rdona buni ham solamiz. Chesnok. Buni ham aralashtirib qovuramiz. Sarimsoq soldik. Endi kartoshkani solamiz. Buni qo'yib mana hamma mahsulotlarni qovurilib chiqdi. Suv beramiz. Yaxshi suvni bir. İlki. İlki yarım litre su. Ovqatimiz qaynab chiqquncha lovlovni ko'rkadan o'tkazamiz. Mana ovqatimiz ham qaynab chiqyapti. 3 tagina lavroviy list baragidan tashlaymiz. Yaprog'idan lavroviy list. Marhamat. Va nihoyat ovqatimiz ham qaynab chiqdi.
Endi lavlovni solamiz. Qizil lavlagini solamiz. Qirg'ichdan o'tkazganmiz. Bom bom do'mbiram ovoziday bom bom deb uradi yuragim. Bom bom bu kungil sozlar. Mana ovqatimiz qaynab chiqdi. Endi zelinni solamiz. Mana ovqatimiz qaynab chiqdi va nihoyat ovqatimizni endi suzamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana ovqatimizni ham soldik. Ovqatga xohlang mayonez, xohlang smetana, xohlang qatiq qo'yib nima qilasiz? Biz ham mayonez qo'yamiz. Marhamat, ovqatimiz tayyor bo'ldi. Ochiq ishtahalar bilan. Agar ovqatimiz ma'qul kelgan bo'lsa, klass boshi yoddan chiqmasin. Kelgusi dasturga uchrashguncha xayr. Sog' bo'linglar.